Her kişi 30'dan aşkandan keyin jiq xo'shalik qilmaydi ekan. İşten düştüm. Yegansilarni bir alayda, biriga bir qilay. Boshqacha qo'shilib. Bir tarafimda muzdek, bir tarafimda o'tdek qilay. Gapim qoldi. Ko'rdingmi? Muzdek, o'tdek deydi mana. Bemor, shimo. Mana shu qarangmi? Muzdek, o'tdek qildilar. Anlasam bu yerda qarasam muzdek, o'tdek ikkisi bir qarama-qarshi nimda bunda xiyolda ichib qolaman. Hozirgi xaridorlarimizning ehtiyoji bo'yicha qanday mahsulot iste'mol qilib bo'lgan mana shunday bir yoz vaqtlari iching qizib ketgan vaqtida muzdekni iste'mol bo'ldi. Qish vaqtlari sirtlarda to'nlab, ichinglar titrab ketgan vaqtda issiqni iste'mol bo'ldi. Sizlama bu karşı beni hiç ne degan muzdek Bu o'tdek. O'tdek ichishingizni tavsiya qilamiz, lekin muzdek ichsangizmi bo'ladi. Ham shunchalik yaxshi. Aslında muzdek deganimizda mushulmu ya yani bundan aralashtiramiz. Yo'q, buni muzga aralashtirib qilamiz. Shu xaridorlarning ehtiyoji bo'yicha har xil muzdek ichimliklarimiz bor. Mağamsa tavsiya qilib beraman qaysini. Birisi o'tdek, birisi muzdek bo'lsin. O'tdekni ichmoqchi bo'lsangiz, bizningki shu Qashqarning mashhur qarchayni ichib baksangiz. Agar muzdekni ichmoqchi bo'lsangiz, har xil muzdek ichimliklarimiz bor. Unda o'zingizningki shu yaxshi ko'rishga asosan har xil tamlik, ya'ni po'chaning chodirimiz bor, shulardan tanlab ichsangiz bo'ladi. Qaysi xil tamni yaxshi ko'rasiz? Fonlini ichayapsan. Fonli bo'ldi. Qahvami bormi? Qahvalarimizning turlari har xil, ya'ni shiliy meyshi, ningmo meyshi, undan boshqa jindan natiya qatorli qahvalarimiz bor. Shu siz degan Qashqarningki o bayniyan xiyna ichadigandan birini, angaza fonlidan birini, qahvadan, anardan birini qilasiz. Shuni men tetib boqayman. Yolg'iz kichik o'rin bor ekan. O'ldirib ishladim. Mana ama bayniyan xiycha qarshiniki chiqib oldi. O'tdek. Ma u fungli bingcha muzdek. Angaza ma bu bizning shiliy meyshi qahvalarimiz chiqdi. Boshda ichimni o'tdek qilay. Hozir ichimni o'tdek qilay. Mau Qashqarning yillik qarchaydiki necha. Bo'lgijo'm mau. Endi ichini muzdek qilay. Keldim. Ve şirin ekan mau. O'zing ne qaysi ta'mni yaxshi ko'rsangiz shuni desangiz bo'lar ekan. Har xil ta'mligi bor ekan. Men mau fongli deganni tanladim. Endi qahva ichib. Ma qahva muzdek gajmola bak bilan. Tavsiya qilganim mushta yoz kunlari bizning ishchi xizmatchi Shambarzu deymizmi? Shular tush vaqtisiga tushdan keyin ishlashdan burun kelib bitta ish bitib chiqib olsanglar, ro'yinglar mushta ruhli bo'lib ishlaysizlar. Bak bilan gajmola ichivatdi birdamlar. Qashqarning qarchi naycha deyotganimiz buni ishlaylik bizning ishkanaga biz uyda ishlagan qarcha emas ekan. Yo'q, bu qarcha emas. Bu bizniki maxsus shu ishlatilgan qarchayimiz bor. Pingpayfangni ta'minlaydi. Odatiy qarcha emas. Buningki ishchilikka ishlatgan narsalarimizni bek sog'lom. Ma kafenikida vutanlab chiqarib turibsiz, menga atab chiqarib berasizmi? Yo'q. Bizning hamma qahvalarimiz vutang chiqadi. Shu ichimliklarimizningki hammasi issiq suv qamisi ditang chiqadi. Kontang qilib o'rxlayotganlar hammasi xotirjam issiq bo'ldi. Men necha deb amdirga odatki bir nayfonda to'kib qildim. Yo'q. Nayfon ishlatmaymiz. Nayfon ishlatmaymiz. Bana haqiqiy men ilk vaqtim ichgan qarchay bilan nimchay bormi biz nonchilab ularni polab qo'yib yegan ustida qaymoq bor. Ha. Ashtam ta'min etdim. Shu sap sut bilan chadirimizni qilib turib qilamiz. Bunda boshqa materiallarni ishlatmaymiz. Kelishingni umid qilaman. Ichib boqinglar. Mendek icha olsanglar, boshda o'tdek, undan keyin muzdek, andan keyin ro'yong ko'targan kafin bir ichib boqinglar. Ko'rib boqay. Meningki inkasraymi aytib boqinglar. Kim ichalayotgan mishdan. O'tir yoshlardan qo'shilib. Yani qo'shilib bir ko'rdi. Ishdan tushgan ko'rishaylar.